Qarang Sabina, menga beradigan savolingiz Jakardi bo'yicha haqiqatda o'zi bilmaydigan savolni bering. Kelishdiki? Kelishdik. Saidul aka, chaqiruvdingizmi meni? Keling. O'tiring, men sizga yaxshi narsalar tayyorlab qo'ydim. Qarang Sabina, men sizga Jakardi rezinkani har xil modellardan tayyorlab qo'ydim. Bular bo'yicha klientlarda yoki sizda doim paydo bo'layotgan savollar bo'lsa, so'rasangiz, sizga o'rgataman. Rahmat, o'rgatsangiz rosa xursand bo'lardim. Aha. Bitta savol bor edi aslida. Masalan, 1000 metr qancha vaqt ketadi chiqarish uchun? 1000 metr Jakardi rezinka ishlab chiqarish uchun hamma tayyorgarliklarni qilib bo'lgandan keyin knopkani bosib ishlab chiqarish boshlandik degan joydan uzog'i 2 kunda stanok ishlab chiqarib beradi buni. 1000 metr zakazi, lekin ungacha bo'lgan tayyorgarliklar uzun bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'p vaqt kerak bo'ladimi? Ha, ko'p vaqt kerak bo'ladi. Bu birinchidan klientdan zakaz olayotganda bir xil klientlar shriftini beradi, bir xillar bermaydi. Shu shriftini keltirish uchun ham vaqt ketadi, birinchi masala. Ikkinchi masala bu yozuvni shrifti katta kichkinaligi, yozuvlarning orasidagi masofalar, tepasidan qoladigan masofalar, bular hammasi zakaz boshlanganda yozilgan, kelishilgan bo'lishi kerak. Uchinchi masala shu zakazlarni kelishayotgan paytda to'qilgandan keyin rang o'zgarishini hisobga olingan bo'lishi kerak. Rang tanlangan, ishlab chiqarilgandan keyin ranglar materialiga tushmay qolishi mumkin yoki qanaqadir yoqmay qolishi mumkin. To'rtinchidan rezinkani cho'zilish qattimligi, cho'zilish uzunliklari klientga yoqish kerak. Ya'ni bu parametrlar boshidan belgilangan bo'lishi kerak. Shu hamma parametrlarni kelishilgan holatda ishlab chiqargandan keyin buni klient jonli qo'lida ushlab ko'rib ko'rish kerak. Ya'ni namunani biza klientga jo'natishimiz kerak. Jo'natganimizda u bizga ham tomonlama yoqqan bo'lsa, okey beradi, zakaz ishlab chiqarish boshlanadi. Agar yoqmagan bo'lsa, yana boshqatdan kerakli ma'lumotlar kelishiladi, yana boshqatdan xuddi shu namuna qilinadi. Yana bitta minus tomoni bor. U minus tomoni shuki, biza buni birinchi namunani chiqarganimizda klient bizga buni korreksiyasini, o'zgarishlarini aytgungacha mashinada bu zapravkasi o'zgarmasdan poylab turadi. Shuning uchun siz klientlarga namunani okeylatayotganda Jakardida namunani tezroq jo'natib, tezroq javobini olishga harakat qilishingiz kerak. Bo'lmasam, bu zakazni vaqtida tezlashtirib hal qilmasak, mashina sexda kutib qoladi. Bundan keyingi zakazlarni kechikishiga sabab bo'ladi. Demak, hammasi parametrlar Jakard bo'yicha oldinroq aniq bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Yana qo'shimcha qilaman. Klient bilsa ham ba'zi bir parametrlarni siz alohida eslatib qo'ying. Chunki biz shu unga 2 marta vaqt sarflab qo'ymaydi. Bitta parametr bo'lsin, to'g'ri, bittada namuna chiqsin, bittada okey olaylik. Tushundingiz? Tushundim. Bo'ldi, rahmat. Sog' bo'lasiz.